narx qo'yish. Siz qanaqadir senior team lead yoki o'z sohangizda eng ekspert bo'lishingiz mumkin, lekin aptorda hozir full time'da ishlayotgan yoki boshqa platformalarda ishlayotgan pulingizni sразу qo'ya olmaysiz. Masalan, men o'zi kirib ko'rsam agar, mana shu senior nimalarni, amerikanlarni ko'rsam agar, $50-60 kamga ishlamaydi. Lekin men $30 qo'yganman. Bunga bir nechta sabab bor. Masalan, ukrainalik $55, xitoylik $50, ya'ni Egipt $15, yana xitoylik $45. Mana ham chiqarib berdi. Okay. Kimdir United States'dan $160. Lekin hammasi ishini topgan. Shunga qaramay, necha pulga qo'yganiga qaramay. Biz ham birinchi narsa o'zimizni kelib chiqqan joyimizdan chiqib narxni qo'yamiz. Masalan, o'sha O'rta Osiyoda qancha, boshqa dasturchilar qancha qo'yapti. Eslaringizda bo'lsa, men bu analizni qilib chiqqan vaqtimiz bizda qandaydir price ni bergandi. Men shu price ga qarab qo'ysak ham bo'ladi, lekin shuni o'rtasini qo'ysak ham bo'ladi. Juda ham arzon bo'lmasligi kerak, juda ham qimmat bo'lmasligi kerak. Shu qanaqadir o'rtada turishi kerak. Masalan, location deymiz. Asia, Aziyada o'zi ana ko'ramiz $30 dan shu o'rtacha $10 dan $30 ekan. Filippinlar, indiyaliklar. Endi biz ham o'shalarning qatorida turamiz. Masalan, Aziyani o'shalarning qatorida mana ham bu yoqda chiqarib berdi. O'shalarning qatorida turamiz. Shu uchun bir narx tanlayotganda juda ham bahor bo'lib tanlash kerak. Juda ham qimmat emas, juda ham arzon emas. Keyin yana bitta narsa, narx bu profilingizdagi yozilgan narx bu tamom mana shu narx emas. Ba'zan klientda kelgan vaqt sammi glavni ko'ropda $30 O'zbekistondan yoki $25 O'zbekistondan. Okay, yaxshi narx, mana shu narxi sizning narxingiz uni o'ziga tortdi. Ana endi u siz bilan yozishayotgan vaqt aytasiz, "Okay, men seni ishing qiyinroq yoki seni ishing srochni qilib berish uchun men 30 emas, $35-40 olaman. Agar rozi bo'lsang, shunday qilsak agar to'g'riroq bo'lardi" deb o'zingizga og'dirib olsangiz bo'ladi mijozni ko'proq narxga. Agar uje profilingiz zo'r bo'lsa agar, asta-sekin narxini ko'paytirib ketsangiz ham bo'ladi. Yana bitta narsa, narx qo'yayotganda 3 ta profilda 3 xil narx qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, full stackda menda 35, Allworkda 30. Masalan, ba'zida mo'j cloud engineering qildimki 40 deb qo'yaman. Hozir cloud engineeringni ham o'rganyapman. Narx tanlaganda mana shu narsalarga e'tibor bering. O'sha yana bitta analiz qilib chiqing. Juda ham kam qo'ymang, juda ham ko'p qo'ymang. 3 xil narx qilib qo'ying va o'rtasini tanlang. Narxni har doim ham oshirib bo'ladi. Chunki bir klient bilan 3 oy ishladingizlar yoki 6 oy ishladingizlar, siz narxni $5 qo'ygandingiz, ana endi sizning real narxingiz aytaylik $15. U 2 barobarga pulingizni ko'paytirish kerak. Bunaqa vaqtda u rozi bo'lmaydi. Siz narxni $10 qilib qo'ygansiz, lekin unga endi aytasiz, "Meniki endi 15 to'laysan" desangiz agar, u to'lashi mumkin sizga 15 ni. Chunki 1 barobar yarim barobar ko'payapti, 2 barobar emas. Shunga narxni realistik qo'ying. Juda ham arzon emas, juda ham qimmat emas.